Bu hojatxonamizni montajini boshlaymiz. Hamma narsani tayyorlab qo'yganmiz. Mana bitta olib chiqamiz. Xudo xohlasa. Bu hojatxonamiz 100% tayyor. Yana bitta maslahatim. Mana shunaqa hojatxona bo'ladigan xonalarning ichiga turpoq tashaganda, zasipka qilganda mana bunaqa katta toshlarni tashamanglar. Ertaga usti kovlab oladi yo boshqa odam kovlab oladi-da, turbani ustiga qayta tashamaydi. Buni yana ko'tarib, olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Hammasini. Shu ortib qo'yganini. Biz hozir mana bu yerdan toshlarni terib olamiz-da. Mana bu o'rtaga mana bunday qilib uyib qo'yamiz. Kimga yaxshi?